Odamlar hammasi Sirot ko'prigidan o'tgandan keyin, ya'ni jahannam ustiga qo'yilgan Sirot ko'prigidan salomat o'tib olgandan keyin oldinga qarab yurishadi. Orqasiga qarasa jahannam. Birorta odamning orqasiga qaragisi ham kelmaydi. O'tib olgandan keyin hamma alhamdulillah deydi. Alhamdulillahillazi afani. Alhamdulillahillazi ala ni'matihi. Alhamdulillah ala ni'matihi allati aranaki. Allohga hamdlar bo'lsin. Menga ofiyat berdi shu jahannamdan. Allohga hamdlar bo'lsin. Hech kimga bermagan ne'matini menga berdi. Qanchadan qancha odamlar yiqilib qoldi. Allohga hamdlar bo'lsin. Shu o'tni menga bir marta ko'rsatgandan keyin shundan najot berib yubordi, deb hamdlar aytib oldiga yuradi. Bu yurishda hamma mu'minlar yuradi. Payg'ambarlar yuradi. Odam alayhisalom, Nuh, Ibrohim, Musa, Sulaymon, Davud, Muhammad alayhisalom, butun haloyiq shu jannatga kirishligi aniq bo'lgan odamlar yuradi. Va jannatda oldida to'xtashadi. Ularning oldida jannat turibdi. U jannatlarni qarashadi, eshiklari yopiq. Hali eshiklar ochilmagan. Birorta odamning qadami hali bosilmagan. Eshigini yopiqligini ko'rishadi. Bu jannatda hidlari kelib turibdi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatda hidi falon masofadan ham keladi. Boshqa hadislarda 500 yillik masofadan ham jannatda xushbo'y hidi taralib turadi deydi. Hammasi jannat eshigining oldiga keldi. Hamma qarayapti. Jannatda 8 ta eshigi bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, jannatda 8 ta eshigi bo'ladi. Jahannamda 7 ta eshigi bo'ladi. Bu nimaga dalolat qiladi? Allohning rahmati, Allohning g'azabidan ustunligiga. Jannatda eshiklari ko'p. Hamma turibdi, lekin birorta odam jur'at qilib jannat eshigining oldiga bora olmaydi. Bir-biri bilan gaplashishadi. Bu qaysi eshik? Bu qaysi eshik deydi. Bilganlar aytadi, bu Rayyon eshigi deydi. Mana bu sadaqa berganlar eshigi. Har bir odam o'zi chaqiriladi, har bir eshigidan. Rasulullohdan hadisda keladiki, jannatda bir eshik bor. Uni ismi Rayyon. Undan ro'zadorlar kiradi. Ko'p ro'za tutganlar kiradi. Ular kirib bo'lgandan keyin bu eshiklar yopiladi. Bu qaysi eshik desa, bu namozxonlar eshigi deyshadi. Undan ko'p namoz o'qiganlar kiradi. Bu qaysi eshik? Bu eshik Kaziminal g'ayz. G'azabi kelgan paytda Alloh uchun g'azabini bosib qo'yganlar eshigi. Mana shundan kiradi. Butun eshiklarni bilishadi, lekin birortasi jur'at qila olmaydi. Hamma turibdi. Ulug' insonlar turibdi, payg'ambarlar turibdi. Birorta payg'ambar chiqa olmaydi. Hamma turgan paytda shu olomonning ichidan bir odam chiqadi. Bir nur chiqadi. Bu nur butun odam bolasini sayyidi. Alloh yaratgan bandalarda eng afzali, Allohning halili, Allohning habibi, Allohning safisi, Allohning rasuli Muhammad alayhisalom keladi. Eshikning oldiga keladi. Eshikda halqasi bo'ladi. Mana bu halqani ushab turib taqillatadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, innama bayna misra'ayni min masari'il jannah kama bayna Makkah va Hajar va kama bayna Makkah va Busra deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshikni sifatlagan. Jannat eshigi ikki chekasi, ya'ni kattaligini aytayapti. Jannat eshigining ikkita chekasi, ikki chekasidagi masofa Makka bilan Hajar oralig'icha. Hajar bu Bahrayndagi bitta shahar. Makkadan masofasi uzoq, necha kunlik yo'l. Necha ming kilometr. Yoki bo'lmasam dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ikkita shu jannatning ikkita eshigining oralig'i Makka bilan Busroning oralig'icha. Musro Suriyadagi bitta shahar. Shunaqangi katta eshik bo'ladi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisida keladiki, annama bayna misra'ayni min masari'il jannah masiratu 40 sana wal yatina 'alayha yawmun wa huwa kazizun min az-ziham rawahu Muslim. Shu jannat eshiklarini ikkita kesakisini orasi 40 yillik masofa. Ya'ni katta, 40 yillik masofa. Bu 40 yillik masofa 40 yilda bosib o'tib ketadi degani. Bu bosib o'tishlik farishtani yurishidami, chopar otni yurishidami, odamni yurishidan bu haqida aytilmayapti. Lekin 40
40 yillik masofa, 40 yilda bosib o'tadi shunaqangi kattaligidan deyapti. Bir kun keladi. Mana shu kunda shu eshikning tagida olomon tiqilinchda turadi. Hamma tiqilinchda turadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu kunda hammamiz shu yerda turishni nasib qilsin. Chunki bu eshikda oldida turganlar albatta jannatga kiradiganlar. Ota-onalarimiz bilan, farzandlarimiz bilan, ahli ayollarimiz bilan mana shu saflarda turishni hammamizga muvaffaq qilsin.